Yanfon və g'ayvatchi ayollar. Abdori Muhammad Yusuf. Yanfon və başqa aloqalash qurollari Alloh taolo ato qilgan ne'mat bo'lib, insonlarning hayotida ko'plagan qulayliklarga vasila bo'lib kelmoqda. Yanfonni insoniy ehtiyojlar va yo'lliq maqsadlar uchun ishlatish ne'mat bo'lsa, uni g'ayvat qilish, suxanchilik qilish, fitna terish, chaqimchilik qilish uchun ishlatish ofatdir. İnsanlarning yanfon işletish haqidagi sonliq ma'lumotlar ayollarning yanfon işletish nisbati erlarga qaraganda intayin yuqori ekanligini ta'kidlaydi. Janubiy Koreyada ilib berilgan tadqiqotda kunligi 6 soat yanfon ishlatadigan ayollarning nisbati 22,9% bo'lib, erlarning nisbati 10,8% chiqqan. Demak, ayollarning yanfon ishlatish nisbati erlarninkidan bir hassadan ko'proq chiqqan. Tədqiqatlar ictimai uçur vasitələrdəmə ayollarning erlərdən köp ekanligi. Hətta bəzi ayollarning ictimai uçur vasitələrini özünün tən saqlığına ziyan yetkizish, aqlını zəifləşdiriş dərəcəsində köp işlətdiğanlığını yakunladı. Rəsmi bo'lmagan tədqiqatlar ayollarning yanfonni g'ayvat, shikoyat va suxanchilik qilish uchun ko'proq ishlatadiganligini yakunladı. Bizdə ayolning mazhabi yo'q deydigan gap bor. İslam dinimizdə qızlarni diyanətlik və əxlaqlıq kişilərə yad qilish qattiq tavsiya qılındı. Çünki diyanətlik və əxlaqlıq ayolning dunyo və oxiratlik saodat üçün yordamchi bo'ladi. Uni yaxshi amallarni, foydali so'zlarni qilishga rag'batlantirib, yomon ishlardan, nachar axloqdan to'sidi. Shunday qilib, ular bir-birini to'liqlagan holda saodat ichida hayot kechiradi. Şoň diyanetlik, əxlaqlıq bolsa, ayolni uning diyanetiga, əxlaqiga ziyan yetkizdigan g'ayvat, shikoyat, suxanchilik qatorliq illatlardan yiroq tutadi va uning go'zal əxlaq doirasida ish ko'rishiga yordamchi bo'ladi. Aksicha bo'lganda, ayolni to'g'ri yo'lga sololmaydi va uning diyanetiga, əxlaqiga yordam qila olmaydi. Ayolning soatlarcha g'ayvat qilishiga, suxanchilik qilishiga qarab o'tiradigan, uni to'smaydigan hargiz yaxshi emas. Bundaq mukammal deyilmaydi. İnsoniyatning iftixorliq ulgisi Hazreti Muhammad alayhissalom bir kuni ayoli Oysha raziyallohu anhoning jamoat to'p ichidagi bir odamga qarab, "Bu odam hajab pakargina" degan so'ziga qattiq achchiqlanib, "Siz uning g'ayvatini qildingiz. Siz shundoq bir yomon gapni qildingizki, u gapni dengizga tashlasa, dengizni bulg'atgan bo'ladi" degan. Peygamber aleyhisselamga imani bar her qandaq adamning Peygamber aleyhisselamning güzel axlaqını ögünişi, özünün ibadetleri, axlaqi istiqameti bilen kifoyalanıp qalmay, ayolning, farzandlarining gap so'zlariga, yurish turishlarga, ibodatlariga diqqat qilishi, ularning nuqsonlarini to'liqlashi, kamchiliklariga tuzitish berishi va ularning ishlaridan mas'ul bo'lishi lozim. Ig'izdan chiqqan har bir so'zning Alloh taolaning dargohida hisobi bor. Ba'zida bir kalima so'z jannatga kirishga vasila bo'lib qolsa, ba'zida biror ig'iz so'z do'zax ahli bo'lib qolishga sabab bo'lib qoladi. So'zning mas'uliyati va so'rig'i bor. Payg'ambar alayhissalom inson hech vaqasi yo'q deb o'ylab biror so'zni qilib tashlaydi, ammo bu so'z uning 70 yil do'zaxda qolishiga sabab bo'lib qoladi degan. Erning ayolni to'g'ri ishlarga va go'zal axloqqa yetaklash vazifasi bor. Uni g'ayvat va suxanchilikdan to'sish mas'uliyati bor. Agar o'zining erlik vazifasini va mas'uliyatini ado qilmasa, buning ziyni ayol bilan to'xtab qolmaydi, balki farzandlarining axloqiga ta'sir ko'rsatadi. Farzandlarining beparvo, mas'uliyatsiz, g'ayvat, shikoyatchi bo'lib yetib chiqishiga sababchi bo'ladi. Chunki farzandlar ota-onaning so'zi bilan qilgan tarbiyasini emas, ularning yurish-turishini, gap so'zlarini va muomalasini o'rgandi. G'ayvat qilish birovning go'shini yegandimmi bak yerginishlik. Alloh taolo eng yomon ko'riladigan, xatiri intayin cho'ng bo'lgan ig'ir gunohdir. Nurg'un ayollar, hatto erlarmi g'ayvatning bu qadar xatarlik illat ekanligini his qilmasligi mumkin. Gap qilmoq o'ng'ay, ammo uning hisobini bermak qiyin. So'z ig'izdan chiqmasda odam uni boshqargan bilan ig'izdan chiqib ketgan so'z odamni boshqardi. Cümleden g'ayvat shikoyatmi ig'iz yoki yiziq orqali taraydigan buzg'unchilik xarakterdagi so'z cho'chak, ig'vo, fitna fasod bo'lib, u insoniyat dunyosini bulg'ab, ma'naviyatni zaharlaydigan alvasti mohiyatli kasal ma'naviy rakdir. G'ayvat degan nima? Payg'ambar alayhissalom g'ayvatni tunishtirish, uningdan to'sish va uning yomonligini bayon qilish uchun bir kuni sahobalardan g'ayvatning nima ekanligini bilamsizlar deb so'raydi. Sahobalar:
Allah va uning payg'ambari yaxshiroq biladi deyishidi. Shu vaqtda payg'ambar alayhissalom ularga g'aybat degan birov haqidagi yomon ko'radigan so'zlarni qilishdir deydi. Sahobalardan biri o'rnidan turib, birov haqida aytganlarim rost bo'lsa-chu deb so'raydi. Payg'ambar alayhissalom uningga javob berib, uning haqida aytganlaring rost bo'lsa, uning g'aybatini qilgan bo'lsan. Navot uning haqida aytganlaring yolg'on bo'lsa, uning qar chaplagan bo'lsan deydi. Birovning chiroy shakli, qiyofati, nasabi, millati, axloqi, yurish-turishi va uning o'ziga munosabatli bo'lgan har qanday narsa haqida aytilgan yomon so'zlar g'aybat kategoriyasiga kiradi. Allah Taala Qur'on Karimda bir-biringlarning g'aybatini qilmanglar. Sizlarning biringlar o'lgan qarindishning go'shini yeyishni yoqtiramdi? Uni albatta yomon ko'rsizlar, undaqda Allohdan qo'rqinglar deb tavsiya qilgan. Bu oyatda g'aybat qilishning gunohning ig'irligi birovning go'shini yeganga o'xshatilgan. Ahvol bundaq ekan, inson foydasiz gap so'zdan, xususan g'aybat shikoyatdan saqlanishi, so'z qilishda samimiy, ehtiyotchan bo'lib, og'izdan chiqayotgan har bir so'zning adablik, ilmiy yo'sinda bo'lishiga e'tibor berishi, qilsimi, qilmasimi bo'ladigan ortiq so'zlarni qilmaslik lozim. Bir hadisda kimki birovning aybini ochadi ekan, Alloh uning aybini ochadi. Allah aybini ochgan odamni u odamning uyidala rasvo qiladi deyilgan.